Bismillahirrahmanirrahim. Namozdagi harakatlarda imomning oldiga chiqib ketsak, namoz buzilamdi. Namozda imomga ergashgan vaqtida chuqum imomga ergashib o'qishimiz kerak. Tang o'qisaqmi bo'ladi yoki ozroq keyinda ergashsakmi-chu bo'ladi. Ammo oldiga chiqib ketishdan qattiq ehtiyot qilishimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz bundan nihoyat qattiq ogohlantirgan. Endi hukm jihatda bir odam imomning oldiga chiqib ketsa, u odamning namozi buzilamdi yoki buzilmamdi degan masalada. Masalan, bir odam imom rukuga berishdan ilgari rukuga ketdi. Uningdan keyin imom rukuga bordi. Yani rukuda imam bilan tenglashdi. Bunda holatda bunda odamning namozi buzilmaydi. Ammo imomdan burun rukuga ketdi. Uningdan keyin imom rukuga berishdan burun yana rukudan beshni ko'tarib bo'ldi. Bunda holatda, ya'ni rukudan iborat bir ibodatni yolg'iz holatda imomga ergashmasdan qilgan bo'lsa, bu odamning namozi buzilib ketadi. Yana birisi ma'lum bir harakatda imomdan burun ketib, keyiniga darhol yenib olgan bo'lsa, ya'ni keyiniga yenib imom bilan tenglashib olgan bo'lsa, yana namozi buzilmaydi. Ammo har qanday bir ibodatni imomdan burun ketib, oyoqlashtirib bo'lgan bo'lsa, masalan, sajdaga imomdan burun ketdi, imom sajdaga berib bo'lg'uchi yana 5 ni ko'tarib bo'ldi. Ikkinchi sajdada saqlab turib, an imom bilan tenglashdi. Ya'ni bir sajdani yolg'iz holatda qildi. Bunda holatda bo'lsa, namoz buzilib ketadi.